Akajonim, uy qurish uchun yer qidiryapmiz. Sizga zo'r lokatsiyadan quruq to'g'ri burchi yer topib qo'ydim. Ko'p joyda sizga mos lokatsiya chiqyapti, lekin uyni buzib tashlab qurish kerak bo'lyapti, to'g'rimi? Bu unaqa emas. Yerni o'zi ketdi ko'ramiz. Ko'p joyga kelganda men qo'ni-qo'shniga e'tibor beraman. Qo'ni-qo'shni yaxshi bo'lsa, siz ham tinch yashaysiz. Qo'shnilarni ko'ryapsizlar, qimmat-qimmat uylarni qurishyapti. Xo'p, lokatsiyani tushuntiraman. Ko'rib turganinglar, betonkani yo'li bo'ladi. Hasanboydan kelish, Keles mostga qarab ketirish. Ya'ni lokatsiyamiz Shiribum, Yangi Qorasaroy mahalla deyishar ekan. Katta ko'chagacha 200-300 metr bo'lyapti. Gaz, svet, suv hammasi bor. Maktab, bog'cha, masjidlar yaqin atrofda joylashgan. Lokatsiya lekin menga rosa ham yoqdi. Bo'tni narxlari kelajakda yana ham oshib ketadi. Bizlarning sotilayotgan yerimiz mana shu to'g'ri kelganda chap qo'lda joylashgan, to'g'ri burchi, fasadlari 22 ga 26, umumiy 507 sotu. Ichlariga bemalol o'zingizga mo'ljallab kottej qurasizmi, uy qurasizmi yo biror nimadir qursangiz ham quruq yerni o'zi to'g'ri burchi bo'lgani uchun sizga qulay bo'ladi. Undan tashqari uyg'ilga joylashgani, bu yoqqa kottej qursangiz ikki taraflama eshik qilsangiz ham bo'ladi. Sababi ikki taraflama uyg'ilda joylashgan. Ichlarini ko'ryapsizlar, tep-tekis, juda ham chiroyli. Mahallaga e'tibor berasizlar. O'sha qimmat-qimmatli uylar qurilyapti. Yaqin narxlar yana ham oshib ketadi. Gaz, svet, suv o'tganimda bor. Dokumentlar hamma sotishga tayyor qilingan. Narxini starti $130,000 deyapti. Telefon qilib gaplashsangiz yana kelishadigan joyi bor. Baribir uyda o'tib beriladi. Qiziqqani uchun men pastdagi raqamni yozib qoldiraman, telefon ko'rasizlar.